to'ydan avvalgi romantik holatlar nega to'ydan keyin davom etmaydi? Aslida to'ydan keyin kuchayish kerak u. Sababi er xotin bittasi masalan olaylik, er ayolini yaxshi ko'radi. Ammo oiladagi asosiy tuyg'u bilan ta'minlovchi erkak bo'lib qolsa, ayol uni suiiste'mol qilishni boshlaydi. Yoki aksincha. Asosiy g'amxo'r va muhabbatni ishlab chiqaruvchisi ayol bo'lib qolsa, erkak uni suiiste'mol qilib aniq qiladi. Chunki biz shunaqa yaratilganmizda, insoniyat. Suiiste'mol qilishni boshlaydi va xotinim shundoq ham meni sevadi deb keyin o'tlashni boshlaydi. U mensiz yasholmaydi deydi. Yoki aksincha ayol erim deydi, mensiz yasholmaydi, istaganimni qildiraman deydi. Va eng yomon narsa bu narsani adolatli taqsimot bo'lmaganida. Ya'ni muhabbatni erkak ham ayol ham bir-biriga adolatli taqsimlash kerak. Oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Va bir kishiga bog'liq emas bu narsa. Faqat erkakka bog'liq tuyg'ular borasida. Faqat erkakka bog'liq deydigan bo'lsak, unda bu oila uzoqqa bormaydi.